Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanalimizga kuzatib boruvchi obunachilarimiz, juda ham ko'p obunachilarimiz. Aksariyat holda YouTube kanalimizda kuzatuvchilar endi elektrik sohasini o'rganayotganlar, keyin ko'proq kuzatuvchilarga qiziq bo'layotgan narsani hozir o'rgatib o'tamiz. Cobalt mashinasiga cruise control tizimi o'rnatiladi. Bilasizlar, bu chap tomon cruise controlni yoqish, gaz ko'tarish, qo'shish, o'chirish. O'chirishga tormozni bosib o'chirsak ham bo'ladi, keyin bu kontrolda o'chirsak ham o'chsa bo'ladi. Bu knopkaga ko'plar signal qo'yadi. Biz avariyaga ham qo'yib beryapmiz hozir. Bundan minus chiqadigan qilyapmiz. Mana shu knopkadan minus chiqarish juda ham ko'plarga qiziq. Hozir mana shu knopkadan minus chiqarishni o'rganamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa foydali ma'lumotlarni berib o'tishlikka harakat qilamiz. Videoni uzmayman. Necha minut bo'lsa oxirigacha qo'yib o'rganishlikka harakat qilamiz. Bo'lsa ketdik. Minsa va terkat orqasini ochib olamiz. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, shunaqa foydali ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Olamiz buni, platani. Plata chiqib kelib, platani olamiz o'zimizga. Endi videoni yaxshilab e'tibor berib qarangizlar. Platani orqa tomonida bitta liniya kelgan mana. Bu liniyani mana shu yerdan kesib tashlaymiz. Endi bu narsani hozir qilib o'tamiz. Kesib yoramiz. Hop. Bu liniyadan kelayotganini bu yerdan kesamiz. Keyin mana bu ikkita bosiladigan knopka o'rtasidan ham kesamiz. Bizga igolka bilan kessak ham bo'ladi. Bizning mayda mini bolgarkachamiz bor. O'sha bilan kesib olamiz. Kesib oldik, endi ustini chiqaramiz. Kesib oldik, endi mana bu yashil joyga minus bo'ladi. O'sha minusni joyini ajratib olamiz. Bo'ldi. Endi bizga ayalning yordamida buyog'ini to'g'rilaymiz endi. Mana bu ikkita oxirgisidagi knopkadagini burchakdan yashildan bitta minus olamiz. Bu jo'stga kiradigan qilib qo'yamiz.
Buni yashildan bunga ikkalon bitta qilib qo'yamiz. Sal nozikroq e'tibor bilan qilinsa hech qanaqa muammo qilmaydi. Endi bu yerdan tolalik simni olamiz, bir dona. Tolalik simni olib ikkita joydan permechka beraveramiz. Knopkamizdan hozir minus chiqaramiz. Minus chiqadigan qilamiz. Payalnikni yaxshilab qovuramiz. Mana. O'rta kesildi mana bu ikkalovi minusga berildi. Minusga mana bu knopkaga minus kiryapti. Bu knopka esa bunday borish kerak. Bunday bormayapti. To'g'ri sim orqali o'tib kelyapti. Endi orqasi qoldi. Orqasini chiqib ketuvchini ulaymiz. Chiqib ketuvchiga ingichkaroq sim qo'ysak bo'ladi. Hech qanaqa nagruskada ishlamaydi chunki. Hozir birgalikda tekshirib o'tamiz. Yaxshi payet qilsak, xudo xolasa hech qanaqa uzilish degan narsa bo'lmaydi. Endi shuni tozalab, o'zini teshigi bor. O'sha teshikdan chiqarib qo'yamiz. O'rtasidan. Teshikdan chiqaraveramiz. Buni avarinkaga ulasak ham bo'ladi, signalga ulasak ham bo'ladi. O'rtada qolib ketadi bu. Bo'ldi, endi bu yog'ini terib olamiz. Cruise controlga ulanadigan simlari bu. Cruise controlga chiqib ketish bo'ladi bu.
Bu yog'ini ulashni bilsalaringiz kerak. Ustachilik sohasini o'rganayotgan, endi o'rganayotgan aka-ukalarimiz uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Juda ham ko'plar so'rayapti, o'sha uchun birdaniga video qo'yib o'rgatib degan maqsadda olinyapti bu video. Massa qolyapti. Massani ham ulaveramiz. Shunaqa holatda olinadi mana. Birinchi qoramiz massa, keyin 2 dan 1 ga permechka beriladi. Ikkinchisi chiqish bo'ladi, kruiz kontrolga. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Faqatgina shoshilmasdan qilish kerak. Keyin ham masalasini aytib o'taman hozir. Knopkalarda shunaqa muammo bo'lib qolyapti hozir, ko'tarilib qolyapti. O'sha uchun mana bu joyiga ozgina klik qo'yib, tishini qistirib qo'yamiz. Bo'ldi, endi unaqa sinib qolish degan narsa bo'lmaydi knopkada. Endi rezinni yopamiz. Rezinni yopdik. Knopkani qisadigan tishini kesib olamiz. Bu yerga bir ishonch hosil qilib olamiz. Yaxshi payet bo'lganligi uchun ustidan tortib ko'rib, yaxshi payet bo'ldi bu. Hammasi qistirildi. Endi oxirgi ishimiz tekshirib o'tamiz knopkamizda. Bizga tester kerak bo'ladi. Keyin 12 voltlik blok pitani kerak bo'ladi. Blok pitaniyamizni qo'llaymiz. Testerimizni yoqib olamiz. Mana bu pilusga beramiz. Testerimizni ham qizilini pilusga beramiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, qizilini ham pilusga berib qo'ydik. Endi qorasini minusga beramiz. Qorasini minusga beramiz. Blok pitaniyamizda pili suzilib qolibdi shunga.
Xullas plyus uladik, minus uladik. Endi oq holda chiqish bu cruise controlga chiqish. Testerda prozvonkasiga qo'yib avtobusda prozvonkaga qo'yibmiz. Endi minusda testerda ikkinchi uchini bitta qo'yamiz oqqa. Knopkani bosib ko'ramiz. Cruise aktivatsiya. 1288 ishlayapti. Pastga bosamiz. 1847, 48 bo'lib turibdi. Ishlayapti. Ko'tarishga ishlamaydi. Shuni tekshirib olsak bo'ladi. Bu bilan mana bo'shasa bo'ldi pastdagi. Burchakdagi ham ishlamaydi. Bo'ldi, demak, cruise control tizimimiz ishlayapti. Endi buni massadan olamiz. Testerda bitta uchini. Plyusdan oldik, endi massaga berib qo'yamiz. Massaga berib qo'yganimiz sababi signalimizni tekshiramiz. Avarankaga chiqqan sim. Mana buni. Hozir ulagan simda burchakdagi knopkani. Uladik, bosamiz. Mana. Burchakdagi knopkadan massa chiqyapti. Hamma knopkani bosib ko'ramiz. Qolganda tok yo'q. Faqatgina burchakda massa bor. Qanaqa muammosi ishlayapti. Kimda shunaqa sirib qolsa, ana shu tester yordamida bemalol ishlatib olsak bo'ladi. Burchak bitta bossak chiqyapti. Payallik yaxshi qilinsa, bu hech qanaqa muammo qolmaydi ertaga. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga podpiska bosib qo'yingizlar. Bunaqa kerakli, foydali ma'lumotlarni qo'yib borishlikka harakat qilamiz bundan buyon. Faqatgina sizlar ham podpiska, like, kommentariy yozsangiz, nima haqida mana shu o'rgataylik. O'shani ham sizlar juda ham zo'r bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar. Yangiliklar hali oldinda. Bizdan yiroqlashmaysizlar. E'tibor uchun hammaga rahmat.